بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Xo'p, bugun o'tadigan darsimiz kuni kecha o'tirgan holatda nafl namozlarni o'qisa bo'ladimi yoki yo'qmi? Ana shu xususda gaplashdik. Bugun kelgan masalamiz esa farz vojib namozlarni ulovning tepasida o'qisa bo'ladimi yoki yo'qmi? Hozir ko'p so'raladigan savollardan bittasi nima? Mashinada namoz o'qisam bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol berishadi. U vaqtlarda nima bo'lgan? Otlar, tuyalar ulov shaklida bo'lgan. Hozir endi ko'pincha nima mashina bo'lib qoldi. Xo'p. Mana shunga tegishli bo'lgan masalalarni bugun ko'rib chiqamiz. Xo'p. Faslun fi salatil fardi wal vajib ala dabba. Dabbaning tepasida, ya'ni ulovning tepasida farz va vojib namozlarni o'qish masalasi. Yuqorida nafl namozlarni xorijal Misr bo'lsa, shaharning tashqarisida bo'ladigan bo'lsa, ulovning tepasida qaysi tomonga yuzlansa ham imo ishora bilan namoz o'qishligi ruxsati keldi, to'g'rimi? Endi farz vojiblarda ham ulovning tepasida o'qisa bo'ladimi yo'qmi degan tabiiy savol tug'iladi insonda. Ana shu savolga musannif alayhi rahmat javob bermoqchilar. Ma'qulmi? لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور وما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة وسجدة تليت آياتها على الأرض إلا لضرورة. Demek ulovning tepasida farz namozlarini va vojib namozlarni ham vojiblarga nima kiradi? Farzi endi tushundingiz. 5 vaqt namoz farz ekanligini bilamiz. Ana shu namozlarning haqida ketyapti. Va vojib namozlarda ham. Xo'p. Vojib namozni biz vitr deb bilamiz-ku ko'pincha, to'g'rimi? Lekin bu yerda musannif alayhi rahmat nima deyaptilar? Jam keltiryaptilar. Vajibat deyaptilar. Ha? Zehnga birinchi vojib namoz deganda vitr vojib keladi-da. Lekin musannif alayhi bu yerda nima? Jam lafzini keltirdilar. Qaysi namozlar ular? Nimalar misol bo'ladi desa, o'zlari aytayaptilarki, kal vitri, vitrga o'xshaydi. Val manzur va shu bilan bir qatorda nazr qilingan namozlar. Masalan, mustahab namozlar, mandub namozlar siz zimmangizga nima? Vojib emas. O'qimasangiz uni qilib bo'lmaysiz, to'g'rimi? Ammo uni zimmangizga nima o'qish lozim bo'lsin deb nazr qilib olsangiz, zimmangizga vojib. Ma'qulmi? 2 rakat namoz o'qish meni zimmamga lozim bo'lsin desangiz, lozim bo'lib qoladi, vojib bo'lib qoladi va uni ado qilishingiz kerak. Tushunarlimi? Eid namozlari va hokazo endi. Ya'ni o'zingiz o'qiydigan namozingiz bo'ladigan bo'lsa, u asosan nima ulovning tepasida o'zingiz o'qishlikka qaratilgan-da endi ko'pincha. O'zingiz o'qishligingizga qaratilgan. Ma'qulmi? Va yana misol bo'ladiki, va ma shara'a fihi naflan. Nafl namozga kirishgan fa afsadahu ki nafl namozni buzgan. Uning qazosi zimmaga nima bo'lib qoladi? Vojib bo'lib qoladi. Nafl aslida nima edi? Lozim emas zimmangizga. Lekin amalga kirishgandan keyin uni itimomi lozim bo'ladi zimmangizga. Tushundingizmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda va la tubtiru a'malakum, amallarini botilga chiqarmanglar degan. Yo'qqa chiqarmanglar degan. Demak, bir amalga ibodatga kirishildimi? Xo'p, avvalidayoq sizmi kirishayotgan paytingizda men zimmamga nima bo'lsin? Lozim bo'lsin deb kirishdingiz. Tushundingizmi? Meni zimmamga shu amal lozim bo'lib, oxiriga yetkazib qo'y degan ma'noda kirishdingiz. Ma'qulmi? Va uni buzadigan bo'lsangiz, qazosini amalga oshirib berish vojib bo'ladi. Shunga o'xshagan namozlarni deydi. Shunga o'xshagan namozlar. Demak, mana shu yerdan tushunsak bo'lar ekanki, ba'zida nima esdan chiqib qolib boshqa harakatga turib ketib qoldingiz, sajdasini qilib qo'ydingiz, sepaga o'tgan masalalarga o'xshab va u namozingiz nafl bo'lib qoldi. U namoz nafl bo'lib qoldi. Ana shu paytda uni buzadigan bo'lsa, biror narsa vojib bo'ladimi zimmangizga? Yo'q. Nimaga? Chunki ibtidosi zimmangizga nima? Maqsad qilib, niyat qilib lozim bo'lmagan-da.
Ma'qulmi? Balki nima? Siz farz o'qiyapman deyotgan holatingizda bir xatoyingiz orqali nima bo'lib qoldi? U naflga aylanib ketib qoldi. Ma'qulmi? Naflga aylanib ketib qoldi. Endi uni qazo buzadigan bo'lsangiz, siz zimmangizga qazo lozim bo'lmaydigan o'rinlar bor. Ammo boshidanoq siz niyat qilib, ma'qulmi? Naflga kirishgan bo'lsangiz, unda ibtidosidan siz nima qilmoqchisiz? O'zingiz zimmangizga hali zimmangizga vojib bo'lmagan naflni kirishish orqali uni itmomiga yetkazishni, oxiriga yetkazishni zimmangizga olmoqchisiz siz. Ma'qulmi? Shuning uchun unaqalarni unday holatda buzadigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Uning qazosi zimmangizga vojib bo'ladi va ana shunday namozlarni ulovning tepasida o'qib bo'lmaydi deydi. Ma'qulmi? Wala salatul janoza, janoza namozini ham ulovning tepasida o'qilmaydi. Va sajdatun tuliyat ayatuha alal ard. Yerda tilovat qilingan sajda oyatini ham nima sajdasini ulovning tepasida amalga oshirilmaydi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Ulovning tepasida qilgan bo'lsa, qilsa bo'laveradi. O'qisa. Lekin nima? Yerda qilinganda, tilovat qilinganda, ma'qulmi? Dobbaning tepasiga amalga oshirilmaydi. Illa li daruratin, illo zarurat o'rinlari bo'lsa, ulovning tepasida farzlarni, vojiblarni ado qilsa bo'ladi. Zarurat bo'lsa. Ma'qulmi? Tushundingizmi? Lekin bir qoidani yaxshilab bilib olish kerak. Qiyos o'zi nima edi? Masalan, namoz bir o'rinda nima qilish kerak? O'qilish kerak. Bu bobdagi qiyosimiz, qoidamiz shu. Namoz bir o'rinda o'qilish kerak. Bu yoqda yurib o'qimaysiz. Ortsa harakat bo'lmaydi. Namoz buzilish kerak. Illo zarurat o'rinlarda joiz bo'ladi. Ma'qulmi? Masalan, dobba sizga bo'ysunadigan narsami? Kerak bo'lsa yurib ketaveradi. Ixtiyor qilsa yurib ketaveradi. Siz ushlab o'tirsangiz yurib ketaveradi. To'g'rimi? Xo'p, dobbani ustida o'tirsangiz yurib ketyapti haligi. Masalan, yurib ketadigan bo'lsa, makon bitta bo'ladimi? Bir joyda namoz o'qiyotgan bo'lasizmi? Ha? Yurib ketyapti, to'g'rimi? Shuni nuqtai nazardan namoz fasod bo'lishi kerak aslida. Tushundingizmi? Makon ixtilofli bo'lganining e'tiboridan. Lekin qoida shu, qiyos shu, bobning qoidasi. Lekin nas keldi bunga. Dobbaning tepasi nima? Zarurat o'rinlarida dalillardan o'rganishib ulamolar nima qildi? Yana bir hukmni olib chiqishdiki, dobbaning tepasida mana shunday o'rinlarda nima qilsa bo'lar ekan? O'qisa bo'lar ekan degan gap chiqyapti hukm. Bobning qoidasiga xilof. Tushundingizmi? Demak, mana shu holatdagi joiz bo'lishi shuni chegarasini o'ziga bog'liq. Shuni chegara topadi xolos. Unga boshqa narsani qiyos qilmaymiz endi. Ma'qulmi? Dobba ham yurib ketyapti, namoz durust bo'lyapti. Demak, nimani ham piyoda yurib ham namoz o'qisa bo'lar ekan deyilmaydi. Ma'qulmi? Chunki qiyosga xilof tarzda sobit bo'lgan narsa o'zining chegara topadi. Faqat mana shu dobbaning tepasida bo'lsa bo'ldi. Joiz shuna holatda deyiladi, bo'ldi. Undan boshqa narsa holatni nima qilmaymiz? Qiyos qilmaymiz bunga. Tushunarlimi? Tushundingizmi? Illa li daruratin. Zarurat tufayli dobbaning tepasida farz vojiblarni o'qish bo'ladi. Masalan, kahawfi lissin ala nafsi. Masalan, o'g'ri hamla qilib qolishi bor. Yo o'ziga, av dabbatiga yoki dobbasiga, uloviga, av siyabiga yoki liboslarni olib qochishi mumkin. Lav nazala, dobbasidan tushadigan bo'lsa, ulovidan tushadigan bo'lsa, xavfi bor. Va xawfi sab'in va tinil makani va jumuhi dabbati va adami vijdani ma yurkibuhu li'azzihi. Yani nima sabab bo'lishi mumkin zaruratda? Holatlardan bittasi, yirtqich hayvon nima? Hamla qilib qolish xavfi bor. Tushadigan bo'lsa. Yo bo'lmasam, o'ta loy. Sajda qilaman, siz botib ketadi. Namlik bo'lsa, loy bo'lib sajda qilaman, siz botib ketadi. Hamma yog'izmi shalabbo bo'ladigan holat bo'lsa. Yo bo'lmasam, jumuhul dobba. Ya'ni ulovning qaysarligi. Ulovdan tushib namozni o'qiyman desiz, ulov qaysarlik qilib chiqarmaydi sizni. Ma'qulmi? Chiqa olmaysiz unga qaytib. Yo bo'lmasam bir yosh katta inson ekan,
dobbadan tushib, ulovdan tushib namoz o'qiyotgan paytda adami vujdani ma yurkibuhu li ajzihi chiqishligi qiyin. Qari inson uni kimdir olib chiqib, ko'tarib olib chiqib qo'yish kerak. O'zi harakat qilishi qiyin. Ha? Ana shunday odami yo'q bo'lsa ham nima qilsa bo'ladi? Dobbaning tepasida, ulovning tepasida namoz o'qisa joiz. Ma'qulmi? Bu haligi uyni gapirmayapmiz, a? Xorijdan Misr haqida gaplashyapmiz, a? Xo'p. Tushunarlimi? Mana shunday holatlarda nima joiz? Hukm solati fil mahmil. Ana undan keyingi bahs nima? Mahmilning ichida namoz o'qish masalasi. Ya'ni mahmil kajava deb qo'yadi. Haligi nimalarni ko'rganmisizlar? Hindiston kinolarida, Shohruxxon ko'rganmisan? Ko'rgan ekansan yaxshi. Ko'rmagan kino ham bormi? Xullas, masalan, ko'rgan bo'lsangiz, Hindiston kinolarida tasavvurga yaqinlashtirishim uchun aytyapman-da, filni tepasiga kelinni nimasini, taxtiravonni qo'yib qo'yadi. Podsho yoshiga mashqa qilib qo'ygan. Ana shuni kajava deb qo'yadi-da. Fillarga, tepasiga o'shan qilingan, to'g'rimi? Tushundingizmi? O'sha yerda o'tirib boshqa qilib keladi. O'shini ichida namoz o'qisa bo'ladimi? degan masala bor. As-salat fil mahmil ala dabba. Ma'qulmi? Dobbaning tepasida ya'ni mahmilda, ya'ni kajavani ichida namoz o'qish ala dabba. Sizlarda nima ekan nima? Ibora. Demak, dobbaning tepasidagi haligi kajavada namoz o'qish, kajavani ichida namoz o'qish kas-solati alayha. Xuddi nima? Uning tepasida namoz o'qish masalasiga o'xshaydi. Yuqorida o'tib keldi, masalada dobbaning tepasida nafllari va boshqa farz va vojiblari haqida bahs o'tdi. Endi o'sha mahmil bo'lsa-chi, ma'qulmi? Dobbaning tepasiga qo'yiladigan. Unda namoz o'qish masalasi qanday bo'ladi desa, xuddi dobbaga o'xshaydi masalalar. Yuqoridagi nima? Holatlarni qiyoslasangiz bo'ladi. Sawan kanat sa'iratan aw waqifatan. Farqi yo'q, u dobba ya'ni ulov ketayotgan bo'ladimi yoki turgan bo'ladimi, farqi yo'q, a? Bir xil deydi. Lekin walau ja'ala tahta al-mahmil khashabatan, mahmilni ostiga taxtasi bo'ladigan bo'lsa, hatta baqiya qaroruhu ila al-ard, hattoki u taxtasi nimaga? Dobbaning tepasida turibdi, siz ichidasiz. Ammo nima? Mahmilni kajavani ostida nima bor? Oyog'i bor taxtadan, masalan. Ana yerga nima bo'lib turibdi u? Qaror topib turibdi. Tushundingizmi? Yerga tegib turibdi. Tushundingizmi? Xuddi go'yoki mana hayvonda uning tepasida nima borda, mana yerda nima? Oyoqlari yerga tegib turibdi. Tushundingizmi? Oyoqlari yerga tegib turibdi. Haligi nimani? So'riga o'xshagan narsani nimasi oyoqga yerga tegib turibdi. Ma'qulmi? Siz uni ichasiz. Ana shunday bo'ladigan bo'lsa, kana bi manzilatil ard, yer manzilasida bo'ladi endi uning hukmi. Ma'qulmi? Ya'ni endi o'tirib bas, turib namoz o'qish degani. Xuddi so'riga o'xshaydi masalasi. So'ri ham nima? Yerga bog'lanib turibdi-da. Uning tepasida namoz o'qishi xuddi nima? Yerda namoz o'qish mumkin bo'ladi. Ma'qulmi? Dobbada o'tirib o'qisa joiz-ku. To'g'rimi? Lekin nimada? Zarurat o'rnida. Ammo yerga tegib turgan bo'lsa, endi nima? Yerda hukmi. Fatasihhul faridatu fihi qoiman ana. Tikka turgan holatda namoz o'qish bo'ladi. Turishga qodir bo'lgan odamga endi tikka turib o'qish kerak uni ichida. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Yerga tegib turgan bo'lsa. Turmagan bo'lsa, xuddi nima? Dobbaning tepasida namoz o'qish masalasiga o'xshaydi. Tushunarlimi? Ma'qulmi? Tushundilarmi? Xo'p, endi yuqorida bir gapni izoh qolib ketdi, ya'ni illa li daruratin. Demak, farz va vojib namozlarni faqatgina zarurat holatdagina ulovning tepasini o'qishga ruxsat beriladi. Xo'p, holatlar bor. Birinchi holat. Agar deydilar,
dobbani to'xtatishda, ya'ni ushlab turishda, ulovni ushlab turishda imkoniyati bo'lsa va qiblaga yuzlanishda imkoniyati bo'lsa, birinchi holatda shu zarurat masalasini tushuntiryapman sizlarga. Dobbani, ya'ni ulovni nima qilish, ushlab turishda imkoniyati bo'lsa va qiblaga yuzlanishda imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, unda ikkalasini amalga oshirish lozim bo'ladi. Ham to'xtatadi, ham qiblaga yuzlanadi. Ma'qulmi? Bir. Ikkinchisi, agar qaysi biriga qodir, ulovni to'xtatishga qodir, lekin qiblaga yuzlanishga qodir emas. Yo qiblaga yuzlanishga qodir, ulovni to'xtatib turishga qodir emas. Qaysi biriga qodir bo'lsa, ikkalasidan bittasini keltiradi. Amalga oshirishlik lozim bo'ladi. Yo to'xtatadi, yoki qiblaga yuzlanib namozni o'qiydi. Farz va vojiblar haqida gaplashyapmiz. Xo'p. Ikkalasi ham ojiz bo'lsa-chi? Ikkalasi ham ojiz bo'lsa-chi desa, ana endi namoz o'qiradi. Qaysi tarafga nima qarashga qodir bo'lsa, ana shunga qarab nima o'qiradi. Uchinchi holat bo'ldi. To'rtinchi holat. Agar omonlik bo'lsa, tashqarida xavf bo'lmaydigan bo'lsa, farz namozlarini uning tepasida yo vojib namozlarni uning tepasida o'qib bo'lmaydi. Tushib, zarurat bo'lmagan o'rinlarda tushib, yerda namoz o'qish lozim bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunsa, to'rtinchi holat. Demak, mashinani qiyos qiladigan bo'lsak, yuqoridagi nima xavf bo'ladigan bo'lsa, mashinada nima farz namozlarni o'qish joiz. Qiblaga yuzlanish imkoniyati bo'lsa, yuzlanasiz. To'xtatish imkoniyati bormi? To'xtatasiz. Imkoniyat bo'lmasa, to'xtatishda. Qiblaga yuzlanishda imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, qaysi tarafga qarab ketayotgan bo'lsa ham nima o'qirasiz. Tushunarlimi? Joiz bo'ladi. Lekin omonlik holati bo'ladigan bo'lsa, farz vojiblarni mashinaning ichida namoz o'qib bo'lmaydi. Tushib o'qish kerak. Qiblaga yuzlanib, tikka turib, tushib o'qish kerak. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Tushunaymi? Xo'p. Keyingi fasl. Keyingi fasldagi qoidalarni yaxshilab tushunib olsangiz, samolyotda namoz o'qish masalasi kelib chiqadi. Chunki ulamolar samolyotda namoz o'qish masalasini kemada namoz o'qish masalasiga qiyos qiladilar. Tushunarlimi? Xo'p. Faslun fi solati fi safina, kemada namoz o'qish masalasi. Birinchi navbatda yurib ketayotgan kema masalasi gaplashamiz. Ikkinchi navbatda turgan, bog'lanib turgan kema haqida gaplashamiz. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Xo'p. Ana undan keyin o'sha kemada namoz o'qishga nima bo'lib qolsa, holat topilib qolsa, u qiblaga yuzlanish qanday bo'ladi? U haqida gaplashamiz. 3 xil jihatdan bahs qilamiz, xulosa qilib. Ma'qulmi? Xo'p, birinchi navbatda yurib ketayotgan kemada namoz o'qish masalasini o'rganib chiqamiz. Ya'ni uchib ketayotgan samolyot demoqchida. Tushundingizmi? Salatul fardi fiha wa hiya jariyatun qa'idan bila uzrin. Sahihatun 'inda Abi Hanifa bir-ruku'i was-sujud. Ma'qulmi? Farz namozi kemaning ichida u yurayotgan bo'lsa, yurib ketayotgan bo'lsa, qoidan o'tirgan holatda, bila uzrin, hech qanday uzr bo'lmasa ham o'tirgan holatda durust bo'laveradi. Abu Hanifa rahmatulloh qovullarida ruku va sajda amalga oshirib o'qiveradi o'tirgan holatda deydi. Shunda o'tirib ruku sajda qilishni bilasizlar. Gaplashganimizda o'tirgan holatda ruku qanday bo'ladi-yu, sajdasi doimiy bo'ladi, rukusi qanday bo'ladi. Ular haqida gaplashganmiz. Va qala, lekin sohibayn aytadiki, bu masalada la tasihhu illa min uzrin va huwa al-azhar dedilar. Yo, durust bo'lmaydi. Kemada uzr bo'lmaydigan bo'lsa, o'tirib namoz o'qish durust bo'lmaydi, illa uzr bo'lsa-ki bo'ladi. Turishga qodir emas, boshi aylanib ketib qolyapti. Shunga o'xshagan holatlar bo'lsa-ku, mayli. Ma'qulmi? Va mana shu azhar qovul dedilar musanniflar. Ma'qulmi? Hoviy Qudusiyda mana shu qovulni olamiz degan ekanlar. Bihi na'khuz degan ekanlar. Ma'qulmi? Demak,
kemada deydi, ichida turishga qodir bo'lgan odam, bosh chayqalmaydigan odam, bemalol turib o'qishga, qiblaga yuzlanib o'qishga imkoniyati bo'lsa, turib qiblaga yuzlanib o'qiydi deydi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Val uzru, uzr nima bo'lishi mumkin? Desa, kadavronir ra's. Yurganda nima bosh aylanishi, kimdirlarda bo'lishi mumkin-da. Ba'zi insonlar borki, mashinada shunday o'tirsa ham ko'ylanib qoladi, bosh aylanib qoladi. Va adamil qudrati alal xuruj, yo bo'lmasam tashqariga chiqishga qodir emas. Uzr bor. Ma'qulmi? Tashqariga chiqishga qodir. Bir joyda o'tiribdi, turib namoz o'qiydigan holatda bas. Ma'qulmi? Wala tajuzu fiha bil imai ittifaqan, ulamolarimiz ittifoqiga ko'ra kemani ichida nima imo ishora bilan namoz o'qilmaydi. Imo ishora bilan namoz o'qish nima? Kallani qimmatini namoz o'qishadi. Faqat nima? Sajdanni rukudan pastroq qilasiz. To'g'rimi? Xo'p. Mana shu joygacha yurib ketayotgan kemada namoz o'qish holatini musanniflar ham tushuntirdilar. Xo'p. Endi bog'lanib turgan bo'lsa-chi, qanday bo'ladi? Bog'lanish ikki xil holatda bog'lanish bor. Lujja deb qo'yadi. Masalan, nimadan ba'zilar kemani bog'lab qo'yadi, suvda turgan bo'ladi u. Qirg'oqqa nima sohilga chiqa olmaydi. Balki nima tashqarida, hali bir temirlarni olib borib, uzunroq narsa qilasiz, o'sha kelib to'xtaydi nimalar. Ha? Ana kelma sohilga bunday kelib to'xtashi ham bor, ha? Bir joyini tegizib boshqa qilib to'xtashi ham bor. Xo'p, aytadilarki, "Va marbutatu fi lujjatil bahr." Dengizning lujjasiga, ya'ni lujja deganda yuqorida aytdik-a. Masalan, mana bu sohil desak, o'rtasida suv bor-a. Ba'zi nima qiladi? Sohildan yasab olib chiqadi tashqariga. Mana shu yerda atrofida nima bo'lishadi? Kemalar turadi. To'g'rimi? Qirg'oqqa kelib turmaydi. Va bu yerda nima? Ostida suv bo'ladi. To'g'rimi? Lekin bog'lanib turibdi. Ma'qulmi? Bog'lanib turibdi. Mana shunday holatda bo'lsa, va tuharrikuha ar-rihu shadidan, va shamol qattiq harakatga keltirayotgan bo'lsa uni, kasairati, uning hukmi nima? Xuddi nimaga o'xshaydi? Yurib ketayotgan kemaga o'xshaydi. Yuqoridagi nima? Masalalarni qiyos qilasiz bunday. Tamommi? Va illa agar yo'q, shamol nima harakat qilmayotgan bo'lsa, qattiq harakat qilmayotgan bo'lsa, o'zini eplaydigan holatda bo'lsa, fakal waqifati alal asoq qavli ko'ra turgan, voqif bo'lib turibdi, yurmasdan turibdi degan holat bo'ladi. Tushunarlimi? Endi qarang. Demak, turgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, tashqariga chiqishga imkoniyati bo'lsa chiqiladi va namoz o'qiladi. Tashqariga chiqishga imkoniyati bo'lmasa, turib boshqa qilib namoz o'qiydi, qiblaga yuzlanib turib. Ma'qulmi? Va in kanat marbutatan bishatti. Endi qirg'oqqa, mana bu lujjaga emas, balki qirg'oqqa kelib nima bo'ldi? Turibdi, sohilga. Ma'qulmi? O'sha yerda bog'lanib turibdi. La tajuzu salatu qoidan bil ijmo. Bil ijmo ulamolarining nasi bilan, qavli bilan o'tirgan holatda namoz o'qib bo'lmaydi deydi. Ma'qulmi? O'tirgan holatda namoz o'qib bo'lmaydi deydi. Fa insalla qoiman, agar tikka turgan holatda namoz o'qiydigan bo'lsa, va kana shay'un min as-safinati ala qaralil ard sahhat salatu va illa fala tasih. Agar tikka turib o'qisa va kemaning bir qismi yerga tegib turgan bo'lsa, qaror topadi. Ha? Sohilga kelib turibdi. Uchi nima bo'ladi? Yerga tegib turadi, chiqib qoladi, bunday bo'lib, ha? Ba'zi. Ana shu qaror topib turgan bo'lsa, sahhat salatu, namoz durust bo'ladi. Kemaning ichida o'qisa ham. Ma'qulmi? Chunki yerga muttasil bo'lib turishligi uni. Ha? Yerga muttasil bo'lib turishligi yerda hukmini oladi-da. Ha, xuddi shunday. So'riga o'xshab qoldi. Ma'qulmi? So'riga o'xshab qoldi. Va illa fala tasihhu ala al-muxtar. Agar sohilda turibdi, lekin yerga bironta joyi nima tegmagan bo'lsa, chiqishning imkoniyati bor tashqariga.
haligi odam nima? Kemada namoz o'qishligi durust emas. Ma'qulmi? Kemada namoz o'qishligi durust emas. Turibdi-da u, voqifda u. Tashqariga chiqishda imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, kemada namoz o'qish durust emas. Chunki nima? Uni holati qanaqa bo'lib turibdi? Suvda turibdi. Ma'qulmi? Suvda turibdi, yurib ketmayapti. Suvda turibdi, sohilda nima? Qirg'oqda bog'langan holatda. Ammo yerga bironta joyi nima? Muttasil emas. Suvning tepasida turibdi. Ana bu joy nimaga o'xshaydi? Yeminlarda bilasizlar, suvda turadi u. Yerga bog'liq emas bironta joy. Boshqa qilib turmaydi. Suvda turibdi. Haligi odam nima qilish kerak? Namoz vaqti bo'ladigan bo'lsa, o'tib ketadigan bo'lsa, haligi mahkamadan chiqish kerak tashqariga va tashqarida o'qish kerak yerda. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Agar unday qilmaydigan bo'lsa, durust bo'lmaydi namoz deydi. Masalan, suvda tashqariga bunday chiqib olsangiz, nima bor? Yo havo bor, yo suv bor-da. To'g'rimi? Kemadan tashqariga chiqib olsa, suv bor. Sajda qilaman desa, kallangiz kirib ketadi. Ya'ni sajda topilmaydi. Sajdaning shartlaridan bittasi nima edi? Peshona teganda nima? Qattiqroq narsa hajm bilinsin degan. Yo'q, o'sha topilmayapti. Ma'qulmi? Topilmayapti. Ana shu e'tibordan durust bo'lmaydi deydi. Lekin yerga tegib turgan bo'lsa, yerning hukmini oladi. Yerga tegmagan bo'lsa, turgan bo'lsa, nima qilish kerak? Tushib namoz o'qish kerak. Ma'qulmi? Tushishga imkoniyat bo'lmasa keyin nima? Mayli durust bo'ladi. Qiyom qilib boshqa qilib turish kerak. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Xo'p. O'yinda izlana mumkin al-xuruj illa chiqishda imkoniyati bo'lmasa durust bo'ladi. Endi yatavajjahul musalli fiha ila al-qibla inda iftitah solat. Namozga kirishish paytida qiblaga yuzlangan holatda namozga kirishadi. Kemada namoz o'qimoqchi bo'lgan holatda bo'lsa, demak, namozga kirishgan paytda qiblaga yuzlanib nima qiladi? Namozni boshlaydi. Va kullama istadarat anha yatavajjahu ilayha fi khilal as-solat. Namozning ichida nima? Qaysi holatda burilib qiblaga o'ng bo'lib qoldi, chap bo'lib qoldi deymizmi? Namozni sekin burilaverasiz. Qiblaga yuzlanib ketaverasiz. Ma'qulmi? Qiblaga yuzlanib burilib ketaverasiz deydi. Hatto yutimmaha mustaqbilan hattoki nima oxirigacha qiblaga yuzlangan holatda namozni tugatasiz deydilar. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Tushundingizmi? Xo'p, endi qarang. Bu yerda fahmni ochib oladigan joyi qayerda? Yuqorida musannif aytdiki, agar sohilga kelib, yerga bironta joyi qaror topib turgan bo'lsa, yerning hukmini oladi va hech qanday muammosiz nima kebaning ichida qiblaga yuzlanib turgan holatda namoz o'qiyveradi. Ma'qulmi? Va illa fala tasihhu. Illa nimani sindiryapti? Modomiki sohilda turibdi, lekin nima yerga qaror topgan yo'q. Voqif bo'lib turibdi. Tushunarlimi? Kevaning ichida namoz o'qisa bo'larkanmi? Yo'q. Matnning zohiri shuni taqozo qiladi. Endi uni tafsilotiga kirishsak, aytadiki, agar yerga qaror topmasdan turgan bo'lsa, hozir aytganimizda, agar u marbuta bog'langan turibdi sohilga. Yurib ketayotgani yo'q. Ma'qulmi? Ammo nima? Uning bir tarafi yerga nima bog'langan emas. Va tashqariga chiqishga ham imkoniyati bor masalan. Chiqib namoz o'qishga imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, kemaning ichida namoz o'qishligi durust emas. Tashqariga chiqib namoz o'qish kerak. Nimaga? Chunki u mustaqil bo'lmasdan turibdi. Ma'qulmi? Qaror topmasdan turibdi. Xuddi bitta nima dobbaga o'xshab qoladi endi. Ma'qulmi? Dobbaga o'xshab qoladi. Hech qanaqa zarurat bo'lmasa, demak nima dobbaga o'xshab qoladi. Ya'ni farz va vojib namozlarni dobbaning tepasida omonlik bo'lgan paytda o'qisa bo'larmidi? Bo'lmas edi. Tushib
o'qish kerak edi. Bu yerda ham nima sohilga borib taqalib qoldi. Bolanib turibdi, lekin nimada emas, yerga qarab topgan yo'q. Ammo turibdi. Bolanib turibdi. Yerda hukmida emas, tushib tashqariga nima namozini o'qish kerak yerda. Modomiki tashqariga chiqishda hech qanaqa muammo bo'lmaydigan bo'lsa, omonlik bo'ladigan bo'lsa. Tushundingiz? Xo'p, ketdi. Ammo yerga qarab topib turadigan bo'lsa-chi, yerda hukmida bo'ladi. Xuddi so'riga o'xshab qoldi endi. Ma'qulmi? So'riga o'xshab qoldi endi. Mana shunga ko'ra namozi xo'p. Yerida tegib turibdi, yer hukmida o'tiribdi, ichida o'qisa bo'ladi deydi. Lekin turishga imkoni bo'lmasa, turolmaydi. Undan turib o'qiydi. O'sha uni yonsa endi iloji yo'q, o'tirib o'qiydi-da. Qiblani ham topib o'tirmaydi. Qiblani ham topadi endi, topadi. Qanday topmaydi? Ishtihod qiladi-da. imkoni yo'qda. Ishtihod qiladi-da. Masalan, samolyotda ichida o'qib qolamiz, turadi. Topsa harakat qilsa bo'ladi. Kelyapti hozir. Samolyotda o'qish masalasi. Imkoniyati bor qilsa bo'ladi. Undan oldin nima? Namoz vaqtiga to'g'rilab olmaslik kerak, arzon ekan deb. Birinchi qiladigan ishimiz. Arzon bo'lib qoldi deb namoz vaqtiga to'g'rilab boshqa qilmaslik kerak. Ma'qulmi? Mayli qimmat bo'lsa ham namozning qadr-qimmatini e'tiborida nima? Qimmatroq bo'lsa ham $50 utyapmizmi? Topiladigan narsa. Namoz vaqtiga xalaqit qilmaydigan vaqtga olish kerak, imkon qadar. Ma'qulmi? Xo'p. Xo'p, samolyot masalasi. Agar deydilar samolyot yerda turgan bo'lsa, aeroportda uchmasdan turibdi, undan tashqariga chiqishning imkoniyati yerda turgan bo'lsa, tasihhu salatu fiha. Chunki yerda hukm bo'lib turdi. Muttasil turganicha yerda hukm bo'lib turibdi. Ma'qulmi? Endi havoda uchadigan bo'lsa-chi, nima bo'ldi? O'sha holatda ham namoz o'qisa samolyotda bo'laveradi. Tushunarlimi? Bo'laveradi. Chunki tashqariga chiqaman deydigan bo'lsa, yer topolmaydi. Ma'qulmi? Yer topolmaydi. Balki havo bo'ladi. Namoz o'qishning imkoniyati yo'q endi unda. Turishga yo'q topilmaydi-da u. To'g'rimi? Demak, bilinyaptiki, ma'lum bo'lyaptiki, uning hammasi hukmi safinaning hukmiga o'xshaydi. Ma'qulmi? Safinaning hukmiga o'xshaydi. Tushundingizmi? Xo'p, endi aytishingiz mumkinki, dengizni o'rtasida turib qolsa-chi, tashqariga chiqib namoz o'qiydi, ya'ni quroli yo'q, yer yo'q-ku. Chiqadigan bo'lsa suv bo'lib qoladi. Yer yo'q. Suv topadi xolos. Suvda ham namoz o'qish imkoniyati bormi? Imkoniyati yo'q-da. Ma'qulmi? Imkoniyati yo'q. Demak, shu holatda ham nima kemada namoz o'qish joiz. Ma'qulmi? Durust bo'ladi. Endi bahslar borki, xuddi nima kema ham, samolyot ham bir baytga o'xshab qoldi, uyga o'xshab qoldi. Burilib nima o'qirasiz. Qiblaga yuzlanib o'qirasiz. Ma'qulmi? Ba'zilar aytadi, nimaning namozning avvalida nima qilsa ham mayli deydi. Qiblaga yuzlanib boshlasa, keyin nima o'zgarsa ham joiz bo'ladi degan qovullar ham bor. Lekin ehtiyoti baribir nima? Mana bu qovulga amal qilish kerak. Endi umuman imkoniyati yo'q bo'lsa-chi, desa, o'tirib qiblaga yuzlanishga harakat qilib, qiblaga yuzlanib o'qiydi. Ana undan keyin nima? Masalan, imkoniyat yo'q, ruxsat bo'lmayapti, qarshilik bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Ana o'tirib qiblaga yuzlanib o'qiladi. Keyin qaytariladimi desa, ikki xil qovul bor bunda ham. Ba'zilar qaytaradi deydi, ba'zilar qaytarmaydi deydi. Ma'qulmi? Vallohu a'lam bis-savob.